Hamma bir payt Azarga qiziqayotgan paytda men shu hozir Potovga kelib qoldi. Endi hozir ko'ramiz. Potovda eng zo'r reytingli hozir bu yerda Erling Haaland kelib qolibdi, akalar. Vobshe dahshat. Barchalarga assalomu alaykum akalar. Sizlar bilan Efus Power kanali. Xo'sh akalar, bugungi videorolikimizda 5.0 versiyadan keyingi обновлениyadan keyingi Potovlari sinab ko'rishga harakat qilamiz. Bizda asosiy maqsad bu yerda Erling Haaland. Erling Haaland qanaqa o'ynaydi desalaring, Lissuarot navikiga ega va bu ko'pincha Igragalovaga beriladigan menimcha shunaqa ekan. Xo'sh akalar, bu yerda yana Usmon Dembele ham bor ekan. Usmon Dembele ham juda ham ideal holatda kelgan bo'lishi mumkin. Keyin bu yerda Hakan Çalhanoğlu, keyin qaranglar, davomi ham bor bu yerda, qaranglar. Marcus Rashford, Alejandro Grimaldo, David De Gea, yo'q, United eski futbolchilari hammasi yig'ilgan akalar. Qarang, hozir bitta ko'rib chiqamiz. Keyin 100 o'yindan ochib davom etamiz akalar. Xo'sh, akalar, videoni boshlashdan oldin bitta like va obunani bosib qo'yinglar. Sizlar bilan har doimgidek o'sha Efus Power kanali. Qarachi 100 o'yinga ochishni boshlaymiz akalar. Qani 1 2 3 ketdi. Davay, qani Erling Haaland sirazi berib yubor menga iltimos. Marazda qaranglar, pasdan beradi, paslar. Voy, nega bunaqa qilasan? Men berib yuboraver, sendan nima ketadi, to'g'rimi? Ishingiz ketmaydi-ku bu jinlar. Bermashini qaranglar hozir aka, 1 minut. Ana. Endi tag qaranglar. Tak, endi 200 o'yinimiz qoldi. Free o'ynamaysizmi deydiganlar, freega to'g'risi vaqt bo'lmadi, ming bor uzr akalar. Freeni ham keyingi videolarda o'ynashga harakat qilamiz. Tak, hozir yana usul qilmaymiz, oxirida usul qilamiz. Meni bilasizlar, oxirida qilaman usulni. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu опорный pol защитник bo'lib kelgan. Nega опорный pol? Bu dirijor mana. Dirijor. Endi qaranglar, asosiy maqsad bu yerda Haaland bilan Dembele qoldi endi bu yoqda. Berib yubormadida shu oxirida usul qilamiz, bilasizlar-a? Qaranglar, 100 qo'yib, atmay qil. Haaland ustiga bosamiz, ko'rib chiqamiz. Lissuarot qaranglar. Juda ham zo'r ana u. Taktikasi debman. Statistikalari juda ham zo'r. 90 realizatsiya. Nimalarga bergan buni desalar, silaga bergan faqat. Xo'p, mana bu sila nima dedingiz? Skoroskga beradi, sila udar, keyin 101 толчкаga. Tak, hozir ko'ramiz. Oxirgi imkonimiz qoldi akalar. Oxirgi. Go! Endi Haaland bermasang uyat bo'ladi endi jiyan. Apa, o'yingni David De Gea yo'q, mayli bo'laveradi akalar. Hozir endi buni ko'chga qo'yib, bitta qo'yib chiqaman hammasini. Keyin bitta gameplay qilib yuboramiz divizionda akalar. Va dahshat gameplay bo'ladi, lekin vaydat degan gameplaylardan bittasi bo'ladi. Tak, hozir ko'ramiz. Ketdi akalar, men hozir qo'yib chiqaman buni. Qani. Tak, meni komandam ko'rishinglar mumkin bu yerda. Mana meni komandam. Tak, endi buni kimlar tushdi bizga deydigan bo'lsalaring, qaraydi podpisani qilsalaring, mana shu tasi turibdi. Hujumchi 95 dan boshlanadi. Yo'q, qani ham o'rniga qo'yib turamiz. Bu Çalhanoğlu'ni ham kimdir o'rniga qo'yib turamiz. Va De Gea'ni ham kimdir o'rniga qo'yib turamiz. Xo'p, De Gea'ni varataga qo'yamiz. Xo'sh, keyin opanya. Seni hujumchi Shevchenkani o'rniga qo'yamiz. Xo'p, kim qoldi bizda? Опорный Hakan Çalhanoğlu. Box to box bo'lmasa ish qilib, yaxshi dirijor skilliga ega, yaxshi, yo'q, zo'r akalar. Statistikani qaranglar. Juda ham ideal, zashitasi ham, tezligi ham, siludar juda ham katta. 96 siludar, yo'q, uncha bu. Voy, mana Potovgani qo'shib bo'lmaydi, bu nima qanaqa ekan bu? Hop, Vedat Mirki 94 bo'y, yo'q, taran. Voy, bu Igragalovaga juda ham zo'r. Bu 94 ekan bo'yi akalar, 88 Igragalovoy, 70 agressiya, 81 tezlik, 93 siludar, 84. 84 bo'ladi-da, nega desalaring. Shunaqada akalar. Xo'p, qaranglar, hozir qo'ydik. David De Gea'ni statistikasini ham ko'rib o'tamiz. Hop, David De Gea'miz atakuvchi varatar. Hop. 93 umeniya, 93 reaksiya, 90 yaxshi.
70 Pirgiches pastligini qaranglar buni. 67 ham qiladimi? Bo'yi past bo'lsa o'zi. Bo'yi 1.92 bo'lsa, pastki bo'yi. Nega Pirgichesni past qo'yadi buni? Xo'p, akalar. Endi divizionda onlayn matchga let's go qilamiz, ha? Qani, go akalar. Akalar, bizda raqib topildi, ko'rib turibsizlar. 159 silaga ega bo'lgan raqibimiz bizga hozir qarshi o'ynashga harakat qiladi va biz bu yerda endi men bilasizlar akalar, endi va tengsizlikda tengsizlik. Shunaqa deyishadi akalar, men sizlar ishonmaysizlar. Hoppa, ana taktika juda ham ideal, zo'r. Hollandni tushiryapti jiyan. Bizga tushmaydi bu. O'sraq maras Hollandni bermaysanmi, jinni? Taranni berib qo'yibdi bizga. Unaqaymi bu ham? Chopa qo'ygan, kakras qo'yib qo'yibdi bu tarafga. Yaxshi. Tak hozir Chalqano'g'li bilan DX, keyin o'sha Taran futbolchini uni qilamiz. Vidat Murki bo'yi uzunligini birinchi marta ko'ryapman akalar, buni dahshat ekan lekin boru. Xo'p. Qaranglar hozir ketdi. O'yin boshlangan joyda mashinadi. Go! Xo'sh, akalar, bizda o'yin boshlanyapti. Va to'pni o'yinga men kiritib beraman. Julian Alvarez kiritib beradi hozir. Boshlaymiz, qani ketdi. Frank Rijkaard, davay endi. Bitta do'j pastga chiqarish boshlandi. Hop, Erling Haaland, vashchi ideal futbolchi akalar. Olishni maslahat beraman. U kallada ham yaxshi o'ynarganda. Keyin gameplaylar ancha, zarba. Gameplay ancha o'zgarib ketgan. Buni ham inovatga olib o'tib ketinglar akalar. Vashchi boshqacha. Bizam Julian Alvarezga tashabbus kelib. Davay. Yo'qoy, Raul. O'lasraq. Mayli. McAllister. Ololmaysan hech qachon endi. Yaxshi. Ol. Yaxshi. Xo'p, akalar, qaranglar. Raqib nimaga unaqa o'ynayapti, tushunmayapman. Qarabchi, akalar, keyin bitta narsani tushuntirib o'tib ketaman. Fint qo'shildi-yu. 3 talik fint. 3 talik fintni qaysi biri yoqdi sizlarga? O'shani kommentga yozib ketinglar. Menga mana bu 3-inchisi yoqdi lekin. Anaqa qilar ekan. Men avtomatizirованiyni qo'yib qo'yibman. 3-inchisi juda ham yoqdi. Oson ekanda. Nega desalaring, bunday yugurib ketayotganda bitta bossalaring bo'ldi ekan mana. Double touch qo'rar ekan. Любой futbolchilarning double touch qila oladi. Zo'ra. Hop. Hozir raqib yaxshi o'ynayapti, chunki bizda og'irroq ozgina Vidat Murki juda og'ir karvon futbolchi ekan. Nega og'ir karvon desalaring, bo'yi ham uzun, vesi ham og'irda, buni hozir kallaga tashib berish kerak bunga menimcha. Out o'tib ketdi mana. O'sraq qaranglar. Ne out o'tasan, maras. Al bu yoqqa. Tep! Voy maras. Qanaqa bosib ketdi? Voy, Vedat Murkiga tashlaymiz. Qani Vedat Murki qattasan? Qani? Murki, o'la bu kuningdan. Bunday yugurib ketayotganlarning bitta bossalaring. Oldinga surib qo'y. Men tushundim. Endi tushundim. Akalar, men ham bilmagan ekanman buni. Yugurib ketayotganda bunday qilar ekan, mana davlatda chiqib ketadi. Va zarba beradi. Qanday gol! Yo'q-ey. Dahshat. Golga gap yo'q. Xo'sh, akalar, mana o'yinimiz boshlanyapti. Hozir dahshat gol urdik, lekin juda ham idealona, zargarona gollardan bittasini ko'rdik Rijkaarddan akalar. Endi boshqa po'tib urmadingiz-ku deyotgan bo'lsalaring, to'g'ri akalar, po'tib ura olmadim. Lekin hozir любой futbolchimiz double touch qila oladi endi. Shunisi menga juda ham yoqdi. Ko'ryapsizlar, vapshi mazza. Vapshi dahshat. Kanami senga gap yo'q. DX senga chichvaring. DX vashi o'sraq. Vashi chichaq. Nega desalaring 70 qilib qo'yibdi bu Kanami, nega u sakra olmaydimi DX? Birinchi marta ko'ryapsan DXni, Kanami? Double touch qilishini qaranglar akalar. Yaxshi. Mayli. Hop. Yo'q, emas Ashraf Hakimi juda ham zo'r o'ynar ekan. Yugur Costa Kurta. Nega yugurmayapsiz? Qaytar. Voy. Yuraklarim o'ynab ketmoqda. Yuraklarim qaytar yo'q. Taran.
Taranga tasha. Zarba ber. Taranda urolmayapman-da akalar. Ismi Taran bo'lib qoldi endi biz uchun akalar. Elhaji Devov, davay. Yaxshi, bizda hozir qaytargan futbolchi kim edi? Lothar Matthews edi albatta. Xo'p, bu yoqqa yugurib qoladi, bilaman. Ana bunday turib tepadan tashlab yomon ekan-ey. Raul. Yugur, Raul. O'sraq, Raul. Tezsan-ku, qanaqa yugura olmaysan? Bu yoqqa mayli. Mayli endi. Mayli sen ham dam ol endi, hop endi. Hop, bizda ko'rib turibsizlar, birinchidan tugadi akalar. Hozircha o'yin olmadi, ko'rib turibsizlar. Mana bu kim Taran futbolchi umuman o'yin olmayapti. Shuning uchun biz hozir bu yerga Fermin Lopez degan bir ideal futbolchini qo'yamiz hamda bu yerda Chalqanoğlu'ni chiqarib yorib, APZga bunday qilib turib, bo'ldi, shunaqa qilib qo'yamiz va endi ko'ramiz qanaqa o'ynaydi bu Taran futbolchi. Menimcha juda ham ideal o'ynab beradi. Menga yoqyapti. Qani Fermin Lopez. Low screamer skilliga ega. Fermin Lopez. Biladi buni. Chunki juda ham yaxshi o'ynayapti. Hey, yaxshi. Fermin mana aytayapman, mana Fermin. Mana Fermindan pas va Julian. Yaxshi. Julian Alvarez juda ham ideal o'ynab berdi. Ko'rdinglar, zaxiramiz bitta deb berdi. Zaxirani ko'rib turibsizlar. Sal unga tushunmay qolyapman orada, to'g'risi. Shunday dablta chiqib ketishdi. O'zbekiston buyuk davlat akalar. Siraz ikkinchi golda chichvarish necha pul bo'lyapti? Menimcha 10 ming so'm bo'lyapti. Juda ham arzon aytibordingiz, jigarim. Davul toshlar qilishini qaranglar akalar. Hozir o'rganish davridaman, to'g'risi endi o'ynayapman. Shuning uchun ozgina xafa bo'lmaysizlar. Sal bo'troq bo'lishimiz mumkin. Tepaga. Yo'q, pastga berishim kerak edi. Jinni, nega tepaga berasan? Holandda zarba berib ko'radi hozir. Yo'q, biz yo'l qo'ymaymiz Holandda zarba berishiga. Ha. Aytayapman-ku, akalar, men faqat to'g'riga tashlash xayolim keladi. Boshqa narsa xayolim kelmayapti. Qanaqa qilib hozir bu yerda bu marazlar o'tkazib yorishini qara. Fermin Lopez, mana shu McAllister itdan tarqaganda olib tashish kerak o'z masjiddan. Yaxshi. Siraz pas ber, yaxshi. Sen ham voy maraz. Hop, yoqa. Yaxshi, tut. Yugur endi Taran, voy ba. Bu yoqa ekan. Vidot Murgini almashtirib tashish kerak. Akalar, vashcha bir bo'mag'ir potpak opening bo'ldi. Hop. Oy, yaxshi. Yo'q, pas berma. Tependa. Voy, boydan beri tep olmayapman shu marazdan tarqagan it. Voy maraz, shunaqa ham bo'ladimi? Shunaqa ham bo'ladimi? O'sraqmi shunchalik? O'ynasa bo'ladi, odam degan. Mana unga o'xshab. Qaranglar, double touch'dan chiqib ketyapti shu. Wow, faqat tepadan tashlaydigan raqiblardan ekan. Hozir birinchi mag'lubiyatim bo'ldi akalar bu diviziondagi. Pas qaranglar. Juda ham ideal pas. Vashchi o'yin dahshat bo'lyapti lekin bor-ku. Yo'q, Sraz ura olmasa bo'ldi, mana o'sraq. David De Gea endi sen ham bir tegib qo'ygapti, iltimos vaytdan beri save qilmayapsan lekin. Men kallada o'ynash bilar ekan. Bo'y uzilmas ekan faqat. O'lisi yaxshi. Yo'q, bu double toshlar qilishni qaranglar, Zidan usulni qilib urar ekan, menimcha, az ko'raylik. Lubochaga qilsalaring, lubocha fint qilaring qaranglar. Yo'q, Hop. Vedat Murkida umuman ura olmadi. Urishimiz mumkin. Vela pastni normal tashlaganda urardik lekin. Hop, Roberto yo'q. Mayli, sekin orqa. To'xtatishni qaranglar, bu O'zbekistonlik murabbiydi. Voy, endi og'ir o'ynayapti bular. Akalar bu charchasa, futbolchilar charchasa o'yin olmay qoladigan qilib qo'ydi. Juda ham vashchi dabdalab tashlabdi o'sha joylarini. Hop,
durang bo'ldimi, bo'ladimi deymanda, yo'q, menimcha yutamiz. Menimcha yutamiz, mana u past normal tashasa. Yutolmas ekanmiz akalar, ko'rdinglar, 3-3 bo'ldi. Shu yerda videoni to'xtataman. Nega desang, men bu hozir ko'rasizlar. Bitta balni ham ko'rsataman mana. O'sraqni qaranglar. Voy, bu vedatmi? Qayerda yotibdi bu vedat? Voy, bu eng past bal 5 bal otdi. Bu bo'lmaydi akalar. Potpa ko'pining faqat Xoland uchun yoki Dembele uchun otsalar bo'ladi. Lekin mana bu Chalqanoğlu bilan O'sraqni umuman olishinglar maslahat bermayman. Hech bo'lmaydi. Tak hozir videoni shu yerda to'xtataman. Bu ikkinchi menimcha ikkinchi durrangim bo'ladi. Yo'q, menimcha 50 o'yin berdi. Yaxshi. Xo'p, qaranglar. 5 ochkoga minus qo'ydi. 3-durrangimga qaranglar. 13-3-0 bo'lib kelyapti. 3-durrang bu hozir 3-3 bo'lib qoldi. Shunda ham durrangga erishdik biz, yutqazatdik. Shunaqa qilib videoni shu yerda to'xtataman. Video Potpa Ko'pining yoqqan bo'lsa bitta like ayamaysizlar va kanalimizga obuna bo'lishdan to'xtamanglar. Shunaqa qiziqarli videolarni sizlarga qo'yib ketishda sizlarga va'da beraman akalar. Sizlar like bosib, poddesh qilib tursanglar bo'ldi akalar. Shu joyda videoni to'xtataman. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Sizlar bilan har doimdek Efus Power kanali bo'ldi. Joninglar sog' bo'lsin.